Ushbu monologimiz juftini, oilasini, farzandlarini sevib ardoqlaguvchi, ammo ba'zida o'zini unutguvchi ayollarimizga ataladi. Ayol yashashni, yaxshi yashashni istadi. Turmush o'rtog'idan sado chiqmagach, o'zi harakat qildi. Sut qatiq sotdi. Bozorga chiqdi. O'zini o'tga urdi, cho'qqa urdi. Bitmagan hovli joylar bitdi. Qimmatbaho yelamlar, nafis darpardalar uyiga o'zgacha ko'rk bag'ishladi. Endi yashayman deganida bedavo dardga chalingani ma'lum bo'ldi. Bolalari onamlab qolaverdi. Oradan 3 oy o'tar o'tmas barcha narsa avvalgidek bo'ldi. O'lganlar unutildi. Shundoq hovli joylarga ega erkakka o'zidan 25 yosh kichik ayol jon deb turmushga chiqdi. Gapirib yurganmish. Haqiqiy ayol bunday bo'larkan, o'ziga qarab yurarkan. Oldingi ayolim doim charchab yurardi. Hech o'ziga qaramas edi. Endi bor topgan tutganim shuniki deb. Aziz ayollar, xulosa o'zingizdan. O'zingizni seving, qadrlang. Zero o'zini qadrlamaganni o'zga qadrlamas. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ijroda boshlovchingiz Emil.